Bizni sehrli olam kanalini Sinovli. Qarang, bu yerda agar shu qushlar O'zbekistonda bo'lsa, yeb qo'ygan bo'lardik-a. Assalomu alaykum barchalaringizga, hurmatli kanalimiz obunachilari. Mana bugun Xudo xolasangiz shahrimizning mehmoni shu Qora akamiz Novosibirskdan kelganlar. Shu kishi bilan billa hozir Galuboy buxtani yo'lida, aeroportning yuqorisida biz shu Gelinjikka bir yuqoridan ko'raylik deb shu yerga kelib hozir video syomka qilyapmiz. Ozgina shamol bo'lyapti, lekin biz buni tabiiy ovozini kesib qo'ydik-da o'zimiz. Boshqa bir o'sha yerdagi ovozni qo'ydik, lekin shamolda umuman ovozni eshitib bo'lmas edi. Barchangiz yaxshimi, sog' omonmi? Go'zal shaharni, go'zal qushlari. Hozir biz Qora akamiz bilan shu yerda aylanib yuribmiz, xudo xolasa. Qushlarni xizmat qilyaptilar hozir mana Qora akam. Odamlardan qo'rqmaydi bular. Bolachani qarang, quvlab yuribdi. Yilni 4 ta faslida ham Gelinjikda mana shunday yashillik, mana shunday gullar turaveradi mana. Qora akam hozir bu gullarni ko'rib, vobshe qushlarni o'g'irlayapti. Mana shunday shahar bormi? Yo'qib qoldi gullar, Qora aka. Azim chinor, mana hozir chinorlar shu yerda juda ko'p. Mana shu tomonda mana ko'rib turgan shu katta daraxtlaringizni hammasi chinor. Chinorni aytishadi 1000 yil yashaydi deb hali bilmadim. Yana agar yashasak inshaalloh bir 200 yil Xudo xolasa bularni yana kattalashganini, yana bir o'sganini ko'ramiz. Qora akam gulga qiziqib qolib ketdilar. Bu tabiatning nimasiga hali moreni bo'yiga tushib bir qadam ham qo'ya olmasalar kerak albatta. Qora akam Moskvaga ketishga niyat qildilar. Va shunga Moskva degan Salovoyda hozir mana fotolarga olyaptilar, videoga olyaptilar. Hech bir qadam qo'ya olmayaptilar. U kishi bilan biz plyajga yetib bora olmayapmiz. Plyajga. Va chinorlarni mana yonidan ko'rsatayin, haqiqatan ham chinor. Qora akamga shahar yoqyapti. Mana 2021-yil Qora akam bilan mana shu Gelinjikka sentrda men uchun ham bu bir tarixiy voqea bo'lib qoladi. Mana shu Qora akamiz bilan birga aylanib yuribmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Tushimga kiradi Buxoriy bobom, tur deydi namuncha uxlading bolam, jon tikib to'plagan hadisim o'qi, she'r yozsang tuzukroq satrlar to'qi, muncha ham bo'lmasang ayolingga mast, ayoling past qilgan hayolingga mast, tur deydi o'rningdan muncha uxlaysan, bugun yig'lamasang ertani yig'laysan, namuncha dunyoning quliga do'nding, ozgina zo'rlasa indamay ko'nding, qo'y endi yot eldan qahrlanishni, Buxoriy bobom deb faxrlanishdi. Undan ko'ra tafsir kitoblarini tit, arzimas matoni egningdan irg'it. Rasulim deysan u ammo amallaring riyo, ko'zlaring a'mo. Qandoq menga sirdoshda yeysan Bilol, tushingda zinolar qilsang bemalol. Termiziy yurtida tug'ildim dema,
g'amdan tashkil dunyo g'amini yema. Agar ajratmasang oq va qorani, yodlab o'tirmagan 30 porani. Chiroyli so'zlarni chiroyli so'zlab, chiranding chiqolmay chiroyini ko'zlab. Guldan haykal bitma o'zingga o'zing, qilgan amalingga mos kelsin so'zing. Innamal amalu binniyya debon, xohlagan ishingga qo'l urma nodon. Ushbu hadis asli ma'nosi o'ziga, sira ham mos kelmas sen aytgan so'zga. Amalga intilgan hadislar yodla, tunlari gunohim ko'p deyu dodla. Ko'ngling xohishini xohish demagil, farq yo'q xoh gunoh xoh ish demagil. Agar bolam bo'lsang bobonga mos bo'l, yolg'on tana bo'lma, ozgina rost bo'l. Hech kim ko'rmas joyda aylagin taqvo, sukunat riyoviy taqvodan aqvo. Tushimga kiradi Buxoriy bobom, xalqimga bir so'zni yetkazgin bolam. Tunov kun qabrimga boribdi xalqim, maqsadi ziyorat qasdida balkim. Turli marosimlar uyushtiribdi, yoshimni falon deb sanab yuribdi. Yo'q hayhot bu holat dinda bid'atdir, bid'atsiz yashamak chin saodatdir. Qabrimda muqaddas narsa yo'q aslo, bu holni his qilar har aqli raso. Bu ishlar o'rniga ahli farosat, go'zal hadislardan izlar nafosat. Rasuli akramning har bir so'zlarin shior aylagay va surtkay ko'zlarin. Garchi ul zot uchun borim berganman, payg'ambar qabriga topinmaganman. Jami qudusiyat Allohga mutlaq, bu yo'ldan o'zgasini istagan nohaq. Qabrimga ko'zmunchoq kelganlar taqib, jaholat qa'riga ketgan uloqib. Xalqim turkiy zabon istasa javob, hadisni o'qsin menga shu savob. O'tgan kunlarini aylabon nosih, sahihga ergashsa hayoti sahih. Tushimga kiradi Buxoriy bobom, ko'chada gullabdi nihoyat bodom. Tur deydi bolama uxlading ko'pam, bugun hadisga yot men o'sgan supam. Borib ul supani sidirib qaytgin, kamsonli mo'minga salomim aytgin. Buxoroning nomi bu Xoromidi, men ko'rgan shahar shu Buxoromidi. Hadis yodlovchiga sig'magan shahar, bugun bir hadisdan tamom bexabar. Qizlari yalang'och, erlari beor, yo o'zgarib ketdi ilohiy shior. Agarchi islomning dardini yemaslar, Buxoriy nomiga haqli emaslar. O'zlarin Buxoriy yurtidanmiz deb tanishtirmasinlar o'zidan ketib. Undan ko'ra dinga bo'lsinlar tobe, ilohiy amrga hamisha some. Aytgan so'zlarimga bolam amal qil, shunda men ulardan rozi bo'lgim bil. Istasalar ruhim bo'lishini shod, hadisga muvofiq kechirsin hayot. Bolam bolaganam Turkiston kezgin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sinovli olam kanalini ashaddiy obunachilari, birinchidan hammalaringizga Allohdan sog'lik, omonlik tilayman. Alloh umrlaringizga barakat etsin. Mana shu ukamizni, mana shu kanalini qo'llab-quvvatlab kelyapsizlar. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Do'stlar, bloger bo'lish oson emas. Aslida bir hamma ish qiyin. Eng qiyin men o'ylaymanki, mana shu blogerlik ekan. Mana shu ukamiz yonimizda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli kanalimiz mehmonlari. Bugun biz sizlar bilan bir zamonda yashayotganimizdan juda xursandmiz. Alhamdulillah. Mana shu hozir Qora akamiz bilan vokzalda o'tiribmiz. Vokzalda navarasiz ketyapman Mangilinjikdan. Qora akam meni olib ketyapti. Kecha ko'rganingizday shogird tushdim. Ketyapman Mangilinjikdan. Shu uchun bu yoqqa ketsam ham meni esdan chiqarmaslik uchun shu kanallarimga kirib, mana bir siylar, bir kommentariyalarni yozib, bir layklar bilan, bir boshqa videochalar bilan meni bir eslab turadi. Montaj qilasa bunaqa joylarni esidan chiqmasin yanada. Xudo xolasa, mana Qora aka, siz bizdan xafa emasmisiz? Mana misol uchun ketyapsiz. Qanday xafa bo'lmayman deydi-yu, hazillashdim. Do'stlar. Hazilda do'stlar, azizlar, hazillashamizda har zamonda bir kulib turamiz. Bularni duo qilinglar. Bular to'g'risi men bularni xizmatlarini qanday qaytarishda xijolat bo'lyapman. Alloh bulardan rozi bo'lsin. Hammamiz ham mana shunday bularga o'xshagan yaxshi inson bo'laylik do'stlar. Bularni havas qildim men. Ham sizlarga rahmat. Inshaalloh mana shu kanalimiz albatta sizlar bilan yaxshi bo'lib ketyapti. Agar sizlar ko'rmasalaringiz kanalimizni,
sizlarni pasmotalar bo'lmasa biz nima deydi? Qanaqa bloger bo'lamiz? Hech kim bo'lmaymiz. Sizlarga kattakon rahmat. Bu kanalni albatta keng tarqalish uchun albatta yordam berasizlar, duo qilinglar. Hech qachon Isroiljon agar bizga shogird bo'lsangiz, xudo xolasa, insonlar charchagan nimadan bilasizmi? Like bosinglar degan narsadan charchagan. Bitta narsani harakat qilamizki, faqat shu xalqning xizmatini qilsak, mana shu xalqni halolgina, halol pok. Na rozi girish, na boshqa mana bilmagan ekansiz, mana tashaddiz Alloh rozi bo'lsin. Inshaalloh yana bir marta eslatib qo'ying, agar kimda kim bizga shu rozi girishimizga qo'shilgan bo'lsa, shu bilet sotib olgan bo'lsa, albatta bizga aloqaga chiqinglar. Bizni yodimizdan ko'tarilgan yo'lga nima bo'lsa, biz xudo xolasa sizlarga o'sha pullaringizni hammasini turibdi yetkazib beramiz albatta. Xizmat qilyaptimi? Do'stlar, bu kamera bu birodarimizniki, adashgan bo'lsa hech nima bo'lmaydi. Biz montaj va shantaj qilmaymiz-da, haqiqatni ko'rsatamiz, borini ko'rsatamiz xudo xolasa. Endi bugundan boshlab xudo xolasa mana alhamdulillahi robbil alamin shogird bo'lsa shogirda inshaalloh Isroiljon ukamizni kanalini biz uzoqda bo'lsa ham bular bizni kuzatgani kelishgan, hali hazillashib ketyapmiz dedi. Ketsangiz ham olib ketaveraman men. Men bilan boraverasiz, mayli. Endi bu yerga hammamiz yildan beri meni bilishadi, musofirchilikda juda ko'p joylarni kezganmiz. Lekin Qora aka, xudo xolasa agar bizdan xafa bo'lmasangiz, qayerga borsangiz ham, shu qaysi bir efir qilsangiz ham, boshlasangiz ham bir marta biz sizga albatta kirib kommentariyalarni yozamiz, SMSlarni yana telefonda gaplashib turamiz. Inshaalloh. Qayerda bo'lsangiz ham shu namozlaringizda, shu bir duo qilayotganlaringizda bizni ham shu mana Ibrohim ukamiz bor, Ibrohim ukamizni ham bizga misol uchun shu yerda salom alik qilgan insonlarni barchasini bir duo qilib tursangiz, hammalaringizga rozi bo'lsin. Inshaalloh yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa do'stlar, yana bitta narsa garaj qilishga keldim. Bitta akamiz xizmat qildi, Alloh u kishidan rozi bo'lsin. Undan keyin bu bolalar mana shu Ibrohimbek ukamiz, Isroiljon ukamiz borib garaj qilishdan mashinalar bilan qanchalar rasxot qilib olib kelishdi, mana xizmatlar qilishdi. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Yana bundan tashqari qolgan mana shu Qosonsoylik birodarlarimiz bilan o'tirib, choylashib, kulib, gaplashib o'tirdik. Alloh ulardan ham rozi bo'lsin. Ammo mana shu shaharda Qosonsoylik birodarlarimiz hammasi kelib, ishlab, mana yuribdi. Hammalaringizga, ishlaringizga, umrlaringizga, kasb-korlaringizga Alloh baraka ato etsin inshaalloh. Topgan pullaringizni xudo xolasa xursandchilik kunlaringizga, to'ylaringizga, ehsonlaringizga, shu haqiqiy nimalarga inshaalloh bola chaqalaringiz bilan mazza qilib yeb yashashni Alloh nasib ro'zi aylasin iloyim. Amin. Do'stlar, xudo xolasa pulni orqasidan ko'p yurmanglar. Pul bizlar orqamizdan yursin xudo xolasa. Bu o'tkinchi dunyo bu inshaalloh. Bu dunyo o'tib ketadi. Siz u bizdan xudo xolasa yomonlik ham qoladi, yaxshilik ham qoladi. Ikkalasi ham qo'limizdan keladi. Lekin yaxshilik qilish qiyinroq. Yomonlik qilish oson. Birovni so'ksangiz xafa bo'ladi. Lekin birovni yaxshilik qilish shunaga qat'iy hech bo'lmasa, urushlar ham gapiramiz har zamonda. Hech bo'lmasa bir yaxshi gapirib uni xursand qilish kerak. Pulingiz bo'lmasa yoki bir narsa olib berish kerak yoki bir narsa hadya qilish kerak do'stlar. Mana shu yaxshi amallarni qilish har doim hammamizga nasib qilsin iloyim. Alloh bizlarni siz va bizni inshaalloh shaytonning yomonligidan, sehr-u jodidan iloyim Alloh o'z panohida asrasin. Har doim sirotil mustaqim to'g'ri yo'lga hidoyat qilsin.
Bona efir orqali YouTube olami. Mana shu nima deydi, yana buni nima derdi? Hali yana bir nima deydi? Buncha gapga istomasmizda nima? Nima derdi? O'sha xullas oxiri bizlar topasizlar. Kommentariyada yozinglar. O'shani keyingizda aytib o'tamiz. Do'stlar, kulsam o'zi yutalib qolaman. Undan ko'ra kulmayam, yutalmayam do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz bilan qoling. Inshaalloh sizlarga yaxshi bir yangiliklarni, yaxshi videolarni ko'rsatishga bir harakat qilishga so'z beramiz azizlarim. Hozircha sizlar bilan keyingi efirgacha xayrlashib qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Duo qilinglar. Xulasa biz siz bilan yana bundan keyin bir aloqada bo'lamiz Qora aka. Joningiz sog' bo'lsin, bir qiymatgacha bir aqlcha bo'lib, o'zingizni qo'llab-quvvatlab biroz inshaalloh uyga ketadigan bo'lsangiz, nomerlarga telefonlashamiz, bizni qishloqqa o'tasiz. Xudo xolasa uzoq emas-ku. Xudo xolasa o'sha yerda bir ko'rishib, suhbatlashib, otam kutib oladi agar men yetib bordim. Bu yoqqa keldim, u Farg'onadan Namangan kelmayman. Shuni qiziqsizlar inshaalloh, albatta. Hamma obunachilaringizni, mana shu hamma obunachilaringizni adreslarini aytsa, xudo xolasa uylariga ham borib, xudo xolasa ziyorat qilamiz. Biz shunaqamiz. Inshaalloh. Shunaqamiz bir kunlik dunyoda do'stlar, xudo xolasa. Inshaalloh. Gazda bo'lsinlar. Bo'pti, qarang. Mayli, xo'p. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Qolgan insonlaringizga qilgan amallarimiz Alloh tarbiya qabul qilsin. Xizmatlarimiz xudo xolasa bizamiz. Biz ham O'zbekistonga borib inshaalloh bahorda bir nasib qilgan bo'lsa kelamiz. Albatta, qaysi vaqtingiz bo'lsa kelavering Qora aka. Sizlarga oxir bo'lsa yaxshi bo'linglar. Borib keyin telefon qilasizlar. Alloh bexatar qilsin. Sog' salomat sizlarga borish Alloh nasib qilsin. Borib menga telefon qilasizlar inshaalloh. Inshaalloh telefon qilamiz. Siz ham poyezdingiz yo'lga tushganda sirazi bizga telefon qiling. U yoqqa yetgan